Jigarda muammosi bor inson ertalab tongda og'ir uyg'onadi. Jigar hayotiy energiyani saqlaydi o'zida. Jigari sog'lom inson tongda uyg'onganda yaxshi kayfiyatda uyg'onadi, yaxshi fikrlaydi va pozitiv holatda yuradi, ko'zlari chaqnab turadi. Jigar organizmda tozalash filtr vazifasini bajaradi. Jigar doim sog'lom bo'lishi uchun erta tongda uyg'onganingizda och qorinda 1 stakan qaynoq suvga 1 bo'lak limon va toza asaldan kichkina osh qoshiqda solib, qaynoq holatda qultumlab iste'mol qiling. Bu erta tongda jigar faoliyatini yaxshilab beradi. Jigar yomon ko'radigan narsalar qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, gazli ichimliklar, alkogol va qovurilgan ovqatlar. Jigar yaxshi ko'radigan mahsulotlar bu zaytun va zig'ir yog'i, tabiiy soklar, meva va sabzavotlar, zaytun mevalari. Jigaringiz sog'lom bo'lishi uchun kun davomida suv balansiga va uyqu normasiga amal qiling. Jismoniy faol holatda bo'ling kun davomida. Kechki uyqudan oldin rastarovsha, artishok, zubturum damlamalaridan damlama tayyorlab 200 ml stakanda uyqudan oldin iste'mol qiling. Bu ertalabgacha jigaringizni tozalab beradi. Uxlashdan 4 soat oldin kechki ovqatni iste'mol qiling. Shunda jigaringiz ortiqcha zo'riqmaydi. O'zingizni va yaqinlaringizni jigariga bee'tibor bo'lmang. Jigarlarimizni ehtiyot qilaylik.